Assalomu alaykum. Bugungi videoda sizga asosiy ozuqaviy moddalar haqida so'zlab bermoqchiman. Inson organizmining to'g'ri ishlashi uchun 5 turdagi ozuqaviy moddalar zarur. Bu oqsillar, yog'lar, karbon suvlar, vitaminlar va mineral moddalar hisoblanadi. Oqsillar bu hayotimizning qurilish materiali. Ular mushaklar, teri, soch, tirnoqlar va hujayralarning tarkibini tashkil etadi. Shuningdek, fermentlar va gormonlar ham oqsillardan hosil bo'ladi. Oqsillarni biz go'sht, tuxum, baliq, sut mahsulotlari va tukkaklardan olamiz. Yog'lar esa organizm uchun eng katta energiya manbai hisoblanadi. Ular organizmni sovuqdan himoya qiladi, ichki a'zolarni o'rab turadi va ba'zi vitaminlar so'rilishiga yordam beradi. Foydali yog'lar avokado, zaytun moyi, baliq, yong'oqlarda uchraydi. Mineral moddalar ham inson organizmi uchun, ya'ni sog'lig'imiz uchun juda zarur. Kalsiy suyaklar uchun, temir qon tarkibi uchun, kaliy va esa yurak va asab tizimi uchun kerak. Ularni mevalar, sabzavotlar, sut mahsulotlari va yong'oqlardan olishimiz mumkin hisoblanadi. Karbon suvlar bizga energiya beradi. Ayniqsa miya va mushaklar faoliyati uchun zarur. Ular ikki turga bo'linadi: foydali va zararli. Foydali karbon suvlar mevalar, sabzavotlar va don mahsulotlarida uchraydi. Zararli karbon suvlarga esa shakar, oq non va gazli ichimliklar kiradi. Bundan tashqari, vitaminlar bu organizmning barcha jarayonlarida ishtirok etadigan moddalardir. Har bir vitaminning o'z vazifasi bor hisoblanadi. Masalan, A vitamini ko'rish uchun, C vitamini immunitet uchun, D vitamini suyaklar uchun. Meva va sabzavotlar, sut mahsulotlari va tuxumlarda vitaminlarga juda boy hisoblanadi. Xulosa qilib aytganimizda, har bir ozuqaviy moddalar bizning salomatligimizda juda muhim rol o'ynaydi. Sog'lom ovqatlanish bu ular orasidagi muvozanatni saqlab turishdir. E'tiboringiz uchun rahmat.